Hey hammalarga salom. Bugun sizlar bilan o'sha islom. Bugun meni uylarim oldiga bitta qandaydir kambag'al ko'chib kelibdi. Mana yoniga boramiz. Kim u? Kim bor? Hozir. Assalomu alaykum boy aka. Va alaykum. Sen bitta ish bor. Shuni qila olasanmi? Uyimni tozalashing kerak. Mana senga boshiga bitta 9 ta oltin bilan mana shipirga. Ana toshli uyini ko'ryapsanmi? O'shani tozalash kerak. Yur ortimdan. Yuring. Boy aka. Yuring. Bu yoqqa. Toshli debman. Taxtali uyimni. Mana. Qanasan? Men keldim. Mana birinchi etashni tozalash kerak. Sen tozalab tur. Mana sundugimda olmoslar bor. O'g'irlama faqat. Men